Oğlum, nemish qilyapsan? Texnik kiyimlaringni kiyib bo'lmadingmi? Mana keldim ana. Ana, men yordamlashadigan ishlar bormi? Rahmat qizim, sovg'atlarni o'rab tayyorlab bo'ldim. Ana, bu sovg'atlarni kimga beramiz? Kichik bolalarning ko'nglini xush qilg'ili bormiz qizim. O'tgan yilqi 7 borgandek Darul Itamga boramdimiz ana. Shundaq qizim, bu 7 Darul Itamga men bilib boramsiz. Hammanglarga assalomu alaykum. Va alaykum assalom Ali. Xush kelibsan. Ali, tezroq bo'l o'g'lim. Dadang bilan buvang hit namoziga berish uchun seni saqlayotidi. Bu so'g'atlar bek chiroyli ekan. Shundaq. Ali, tez bo'l. Hit namoziga kechib qolmayli yana. Ma'qul, mana keldim dada. Xayr xo'sh, yeri ko'rishayli. Tez bo'l qizim. İşimizni tugitayli. Dadang bilan buvang namozdan qaytib kelguncha biz Darul Itamga berib kelaylik. Assalomu alaykum. Yitinglarga muborak bo'lsin. Va alaykum assalom. Sizlarning muhitinglar muborak bo'lsin. Va alaykum assalom buva. Oyimingiz muborak bo'lsin. Seningmi oyiming muborak bo'lsin qizim. Hammamizning oyimi muborak bo'lsin. Endi yetlik so'g'at oldigan chaq keldi. Bu so'g'atlar sening emas aka. Anam bularni Darul Itamdagi bolalarga apirib yetlik berish uchun tayyorladi. Yo'q, bular yetlik so'g'at. Darul Itamning gapini qilmanglar. Bu so'g'atlar mening bo'lsin. Jannatdagi eng go'zal, eng esil yerning sana tava bo'lishini xohlamsan o'g'lim. Lekin bova, men u yerga qandoq boraman? Faqir miskinlar bilan yetim yesirlarning ko'nglini xo'shal qilsang, bora olaysan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zaro yaqin o'tinglar, o'zaro yordamlashinglar degan. Buni unutmayli bolalarım. Men texi kichik sadig'ini kimga bersam bo'lganligini bilmayman bova. Uni qandoq beraman? Qandoqsiga bilmayman deysan Ali. Sen balog'atga yetay deb qolgan bir yigitsan. Ishonchlik odamsan. Bu haqda Qur'oni Karimda mundaq oyat bor. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madha yunfiqun. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. Ali, Darul Itamga biz bilan birga boramsan? Yetim bolalarni yo'qlab kelayli. Allah xolisa cho'qim boraman. Allah sendan rozi bo'lsin bolam. Endi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayot hikoyasining davomini aytib beray. Dada, agar ruxsat qilsangiz bizmo birlikda o'tirib olmasak qanday? Albatta bo'ladi. Qani kelinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Bolarim, o'tganda vaqalikning qayeriga kelgan edik? Abu Sufyanning musulmon bo'lgan yeriga kelgan edik. Yo'q, musulmonlar qo'shinning Makkaga qarab yo'lga chiqqan yeriga kelgan edik. Har ishkinglar to'g'ri aytdinglar bolarim. Kun sari kuchlanayotgan musulmonlar qo'shini Makkaga yetib keldi. İslam qo'shini Makkaga kirdi. Tez kaçaylı. Ulan bizni öldürdü. Mümkünlerini göremiz emdi. Tez kaçaylı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber kebira, velhamdülillahi. Ular Makkaga kirib kelganda payg'ambar alayhissalom Fatih surasini o'qiyotdi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. Liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbika ve ma ta'akhkhar. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره İnnehu kâne tevvâbâ. Resulullah mundaq deydi. Abu Sufyan'ın uyida panalangan kişi bexatar. Hakem İbni Hizam'ın uyida panalangan kişi bexatar. Kur'an'ını taşlagan kişi bexatar. Öz uyida işigini yipip olturgan kişi bexatardır. Ana u kelyapti. U gepib turdi.
hech qandaq ishni majbur ochmadi. Xalqning ishigini ochmay turib ularning ko'nglini oldi. Uning g'alabasi insonlarning ko'nglini uftalag'anligidir. Biz nodonlikda qaptimiz Abu Sufyan. Ey hindi, biz bilmabdimiz. Jaholatning qorong'uligida ko'zimiz haqiqatni ko'rolmabdi. Biz hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydigan butlarni iloh debdimiz. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Shunda qilib Allohning yordami keldi. Makka fath qilindi. Makkaliklar islomga qilgan dushmanligi tufayli qanday jazolanadiganligini kutib turardi. Payg'ambar alayhissalom ulardan mundoq so'radi: "Ey Qurayshliklar, sizlarga nima qildim? Mushu topda nima o'ylayapsizlar?" Mushriklar mundoq javob berdi: "Yo'q, sen bizga hech nima qilmading. Sen hurmatga loyiq bir qarindishimizdirsan. Qarindishimizning o'g'lisan." Payg'ambar alayhissalom ularga javoban mundoq dedi: Yusuf alayhissalom bir tuqqan qarindoshlarga degandek, men sizlarga deymanki, sizlarga hozir jazo yo'q. Alloh sizlarni afv qilsin. Allah rahim shafqat qilguvchilarning eng shafqatligidir. Yenimga kelsanglar bo'ladi. Hammanglarni afv qildim. Hijratning 10-yili haj mezgilida payg'ambarimiz Arafat teg'iga chiqib, insonlarga xitob qildi. Vidolashish xutbasi deb atalgan bu xutbada payg'ambarimiz mundoq dedi: "Ey insonlar, so'zimni diqqat bilan anglanglar. Balkim bundan keyin sizlar bilan qayta yuz ko'rishalmasligim mumkin. Ey insonlar, bu oy, bu kun qandoq muqaddas bo'lsa, sizlarning mol-mulkinglar, jininglarmi shundoq muqaddasdir. Buningga chiqilish haromdir. Unutmanglarki, kelgusida Rabbinglarning huzurida hisob berisizlar. Nima ishlarni qilganliginglardan mas'uliyatga tortilasizlar. Boshqalarning omonatini olgan kishi omonatni yaxshi saqlab egasiga qaytarib bersin. Sizlarga ishinib omonat qo'ygan kishiga xiyonat qilmanglar. Boshqalarga zulm qilmanglar. O'zingizlarga zulm qilinishiga yo'l qo'ymanglar. Ey musulmonlar, so'zimni ko'ngil qo'yib anglanglar. Musulmon musulmonning qarindoshidir. Islomga ishonganlar o'zaro qarindoshdir. Qarindishinglar o'zi rozi bo'lib bergan mol haloldir. Allohga isyon qilib, gunoh ishlab, o'z qulinglar bilan o'zingizlarga zulm qilmanglar. Payg'ambar alayhissalom Arafat teg'ida bir oz turdi. Namoz shomdan keyin eng oxirida vahiy qilingan oyatni o'qidi. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga bergan ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Ömer raziyallohu anhu bu oyatni anglab yig'lab ketdi. Andishi bilan kutgan kun kelgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom
Hicriyenin 11. yılı Rabiul Evvel ayının 12. günü Düşenbe 63 yaşında vafat buldu. Bu haberini anlayan şehir halkı tevrep gitti. Resulullah'ın vafat bolğanlığına hiç kimnin işengisi gelmeydi. Şehir xuddi keç qarang'uluğuna çömgendek bo'ldi. Demasimi islomning tabliğchisi bo'lgan zot olamdan o'tgan tursa, ular qandoqmi bundaq hissiyotga kelmay tura olsin. Shu asnoda Abu Bakr xaloyiqning oldiga chiqib mundoq dedi: "Ey insonlar, kim Allohga iymon etgan bo'lsa, bilsinki Alloh o'lmaydi. U mangu hayot. Kim Muhammed aleyhisselam'a iman etkan olsa, bilsin ki o bir bendidir. Her bendige okşaş, onu ölümün temin ettidir. Resulullah aleyhisselam Mescid-i Nebevi'nin yenideki üyegi depne kılındı. Peygamber aleyhisselam bu dünyadan ketken bolsa mı, İslam tarqalğanlıki yerde Müslümanların kalip töörde davamlıq yaşap geldi. Ve kıyametkiçi yaşaydı. Görüvatsızlar, her günü ezan okuludu. Müslümanlarını birleşişki çağırdı. İslam'ın çağırıqı, Peygamber aleyhisselam'ın çağırıqı, tıllarda dastan bulup okulup durdu. Bu kıyametkiçe muşundaq davamlışıdır inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bova, Peygamber aleyhisselamның hayat hikayesi tügüdü mü? Şundaq kızım, Peygamberimizin hayat hikayesi şunun bilen tügedi. Lekin Peygamberimizin çağırqı, təlimatları kıyametkiçi yaşaydı. Peygamber aleyhisselamның butkul hayatı, savri taqat, g'ayrat, shijoat va insonlarga qarata sevgi, muhabbat bilan to'lgan. İnsan ko'zi bilan qaraydigan, u ib kelgan islomni to'nigan har qanday inson buni ko'ralaydi. Peygamber aleyhisselam İslam'ni təbliğ qilish vazifasini loyiqda o'rindadi. Ballarım, Peygamberimizin hayatıdan xabardar boldunlar. Bundan keyinki vazifanglar İslamның çağırqını her kişiga yetkizish bolsun. Bu butkul musulmonlar uchun nihoyatda muhim bo'lgan bir vazifadir ballarım. Kallamga shundoq yaxshi bir fikr keldi. Qandaq fikir keldi? Yaqinda bilasan, lekin sen yordam qilmasang bo'lmaydi Juma aka. Men yordam qilamdi? Albatta, bizmi boshqalarga islomni tushundiramiz. İslamni bizdan anlaganlar uni texmi yaxshi tushunish kerak. Mana men tayyor Fatima. Bizga deydigan boshqa gapinglar bormi? Bo'lmasa biz ishimizga mangayli. Allohga omonat bo'linglar bolalarım. Xayri xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنة